Pigodini yaxshi ko'raman, pigodi tayyorlab ber desamda, keyin men uni yemasam. Qanchalik jahlim chiqadi? Umuman jahlim chiqmaydi. Yemasangiz o'zingizga ziyon, menga emas. O'zingiz och qolasiz. Men yeyman. Yemasam deyapsiz u. Mabodo dedimda, men Yo'q, yeyman. men jahlim chiqmaydi. Pul yonib ketganmi? Esingdan chiqib ketdi. Ha, siz mana shu pulni tiqdingiz. To'xta. Mana. Men sizni narsalaringizni so'ramasdan ishlatib tashlasam. Masalan, nima narsalar? Kiyimmi? Yur. Masalan, 05 desam. Jahlim chiqardi oldin hozir o'rganib ham qoldim. Men sizni telefoningizga kirib, peripiskalarni o'qisam. O'qiyur. O'qing. O'qiyur xohlaganingcha. Umuman yashiradigan narsam yo'q. O'sha tiklab chiqib bo'lganman uni. Sen qachon tiskiladingmi? Fanarlari bor mana. Yong'oq chaqamiz. Men boshqa qiz bilan kontent olsam. Qanchalik jahling 1000%. chiqadi? So'radim 100.000%. xolos. Menga qarab 30.000%. 32 ta tishing ko'rsatgan demandim. Yozishib o'tirgan bo'lsam telefonda, siz ko'raman desiz, men ko'rsatmasam. Nimaga ko'rsatmasangiz, keyin ko'rib olaveraman. Kodi bor-da, ochib. Kodini ham ochib olaveraman, kodini O'zi ko'rsat. ochib kiribsizlar-ku kuni. Sani bitta joyga chaqirib, bolalar bilan kontrakt ketib qolsam. Qaytib ketaman orqamdan. Bu birinchi marta ham emas. Bo'pti. Kontrakt bolalar bormi? Tashna qila olasizlarmi?